har qanday bir odam Allohga haqiqiy mohiyatdan mustaqil holda iymon etgan bo'lsa, uning iymoni eng so'ygan narsa bilan sinalgan taqdirda mana shunday mustahkam bo'ladi. Dünyada menden başka bütün kişiler kafir bo'lib ketgan vaqtidami, yalğız men qasamı Allohga bo'lgan iymonimdan shaklanmayman, keynimga chekinmayman degan mush irodaga kelgan vaqtimizda biz iymonning haqiqiy ta'minini tetiy olamiz. Ey Said, ata-onam sana fido bo'lsin. Biz bugün imanı üçün acayip sınaqlarga duch kelgan, hatta Allah Taala u duch kelgan sınaqlarga yo'l ko'rsatib oyat nazil qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uning fidokorligini ko'rib, ota-onam sana fido bo'lsin. Ey Alloh, uning o'qiyalarini naq tekizib bergin deb duo qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qo'g'dug'uchisi, muhofizachisi, shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ismini atab jannat ahli deb bishorat bergan buyuk qahramon sahaba Said ibn Abi Waqqas bilan tanishib chiqamiz. Said ibn Abi Waqqas yoshi kichik bo'lsa-mu, ota-onasiga nihoyat mehr ve kuyumchan edi. Onun ata-onasiga vafodorligi Makka ichida mashhur edi. Shundaqla o Makkadagi yoshlar ichida o'qiya etishda nihoyat mahir edi. O cho'ng odamlardek tafakkur qiladi. Shundaqla yuz bergan hodisalarga qarata ko'p savollarni qo'yadi. Makka xalqining butqa ibodat qilishiga ko'nglidan rozi emas edi. Chunki uning aqli jonsiz tosh kesakka ibodat qilishga qanoat qilmaydi. Said ibn Abi Waqqas yashayotgan jamiyatdan ana shunday rozi emas, to'g'ri yo'lni teqib topolmagan ana shunday davolg'ish ichida yashayotgan kunlarning birida Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga vahiy keladi. O Muhammad o'zini Allohning elchisi deb e'lon qildi degan so'zni anglagandan keyin nihoyat hayron qoladi. Chunki u Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ona taraf tog'isining o'g'li bo'lib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni nihoyat yaxshi obdan biladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bunday cho'ng ishlarda emas, oddiy ishlardimi, kichik ishlardimi asla yolg'on etmaydiganligini obdan biladi. U bu ishning tafsilotini bilib beqish uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yaqin do'sti Hazrat Abu Bakrning qashig'iga keladi va Abu Bakrdan bo'lgan ishlarni so'raydi. Hazrat Abu Bakr Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lgan ishlarni va Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan Qur'on Karimning oyatlarini o'qib beradi. Va o'zining Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga iymon etganligini aytib, uni islomga da'vat qiladi. Aqli suzuk, tafakkur o'yg'oq 17 yoshlik Said ibn Abi Waqqas Hazrat Abu Bakrning so'zini anglagandan keyin men Muhammad bilan ko'rishay deb Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan ko'rishadi. Va Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan bo'lgan ishlarni so'raydi va islom haqida so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'lgan ishlarni va islom haqida tafsiliy tushuntiradi va o'ziga nozil bo'lgan Qur'on Karimning oyatlarini o'qib beradi. U Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning so'zlarini anglab, aqli qanoat qilmagan ishlarning hammasiga javob topgandek bo'ladi. Va o'zi rozi bo'lmagan bu jamiyatni nijotlikka erishtirishning yo'li Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga kelgan vahiy va islom ekanligiga qalbi to'liq qanoat topadi. Shundaqla shahodat aytib musulmon bo'ladi. Said ibn Abi Waqqas musulmon bo'lgan vaqtida 17 yosh bo'lib, bu vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga iymon etgan odamning soni o'zidan boshqa 3 nafar edi. Ya'ni yer yuzida Said ibn Abi Waqqasdan boshqa iymon etgan Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan boshqa faqat 3 nafar odamlar bor edi. Ya'ni Said ibn Abi Waqqas 4-chi bo'lib Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga iymon etgan er kishi edi. Har bir odam iymon etganligining bedelini to'laydi. Hamma sahobalar o'xshamagan shaklda iymonning bedelini to'lagan. Said ibn Abi Waqqasning iymoni nihoyat cho'ng sinoqqa duchor bo'ladi. Said ibn Abi Waqqas onasiga nihoyat kuyimchan bola edi. Onasini rozi qilish uchun hamma ishlarni qiladi. Har bir odamning imtihoni yaxshi ko'radigan narsadan boshlangandek, Said ibn Abi Waqqasning imtihonimi dal onasi bo'ladi. Onasi Said ibn Abi Waqqasning iymon etganligini anglab nihoyat g'azablandi. Va Said ibn Abi Waqqasga sen Muhammadning dinidan yanmag'ucha hech narsa yemayman va ichmayman deb ochliq e'lon qiladi. Said ibn Abi Waqqasga nisbatan onasining ochliq e'lon qilishi uni sulab qiynagandimi nihoyat qattiq bilinadi. Onasining bir narsa yemasligi, ichmasligi Said ibn Abi Waqqasga nihoyat ig'ir keladi. Lekin shundaqdimi u iymonni tarvanmaydi, iymonni yanmaydi. Chunki u iymonning haqiqiy mohiyatini tunib aytqan. Shuning uchun u onasiga shunchalik mehribon, shunchalik amroq bo'lsa-mu, iymonni üstün bilib imandan qilch keyniganmaydi. Lekin onasi qat'iy iroda bilan ochliqni davom qiladi. Kunlar o'tib nihoyat uruqlab judab ketadi. Hatto o'lib qolg'ili tas qoladi. Ba'zi mushuklar sen onangni o'ltirmoqchimi? Mushu peti onang o'lib ketsa, kishilar seni onangni o'ltiribdi deydi deb tapatani qilishga boshlaydi. Said ibn Abi Waqqas nihoyat azoblanadi va onasining qishig'iga berib, "Ey ona, men ishongan din, men ishongan bu iymon shu darajada qimmatlikki, siz dunyodagi menga eng suyumli inson. Agar sizning 100 dona jiningiz bo'lib, har bir jiningiz birden chiqib ketgan taqdirdami men ishongan bu iymonning qilch kelmayman deb o'zining iymondagi keskin ifodasini oshkora bildirdi. Said ibn Abi Waqqas otamirasi musulmon va yoki do'stlari musulmon bo'lg'achqa musulmon bo'lgan va yoki jamiyatning iqimiga ta'siriga uchrab musulmon bo'lgan emas, balki haqiqiy shaklda qalbidan o'zi mustaqil holda iymon etgan edi. Shuning uchun uning iymoni eng suyumli, eng qadrli narsa bilan sinalgan bo'lsa-mu, qat'iy taranmaydi.
Mana har qanday bir odam Allohga haqiqiy mohiyatdan mustaqil holda iymon etgan bo'lsa, uning iymoni eng so'ygan narsa bilan sinalgan taqdirda mana shunday mustahkam bo'ladi. Biz buning qaraganda o'zimizning iymonining naqadar ojiz, naqadar tigining bo'sh ekanligi jiddiy holda isloh qilinsa bo'lmaydiganligini ko'rib olamiz. Chunki biz o'zimizni shu Sayyid ishongan Allohga ishongan, Sayyid ishongan Muhammad alayhisalomni o'zining payg'ambari degan deb qaraymiz. Bir odam ikki og'iz gap qilsa, iymonimizni xuduksiraymiz. Hatto ba'zi kishilarning qashig'iga borsak, o'zimizning iymonidan faxrlanmaymiz, hatto yushurimiz. Shunga biz bundaq iymonimizning huzurini, halovatini tetiy olmaymiz. Biz qachon iymonning huzurini tetiy olamiz, haqiqiy ta'min sura olamiz degan vaqtimizda, biz Allohga haqiqiy mohiyatini tunib, mustaqil holda iymon etgan vaqtimizda, ya'ni dunyoda mendan boshqa butun kishilar kofir bo'lib ketgan vaqtidami, yolg'iz men qasammi Allohga bo'lgan iymonimdan shaklanmayman, keynimga chekinmayman degan mush irodaga kelgan vaqtimizda biz iymonning haqiqiy ta'minini tetiy olamiz. Sayyidning onasi iymonidan yanmasang hech narsa yemayman degan bu ochliq e'lon qilishini davomlashtiradi. Sayyid garchi iymonidan tavranmagan bo'lsa-mu, onasiga bo'lgan mehribonlik yuzidan nait azoblanadi. Buning bir chiqish yo'li izlaydi. Mush vaqtda Alloh taolo tövəndəki ayını nazil qiladi. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Agar ota-onang seni men shirk keltirishga zo'rlasa, majburlasa, ya'ni ochliq e'lon qilish bilan va yoki har xil shakllar bilan men shirk keltirishga, mening dinimdan yanishga majburlasa, unga itoat qilma. Ammo dunyoviy ishlarda, ya'ni gunoh bo'lmaydigan ishlarda unga yaxshilik qil deydi. Sayyid bu oyat tushgandan keyin texmi keskin ifodasini onasiga bildiradi va yaxshilik qilishni davomlashtiradi. Onasi Sayyidning keskin ifodasini ko'rgandan keyin oxiri ochliq e'lon qilishni voz kechadi. Sayyid ibn Abi Waqqas bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga iymon keltirgan 10 necha sahoba bilan Darul Arqamda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan ta'lim olishni davomlashtiradi. U bir kuni 10 necha sahoba bilan Makkaning sirtiga chiqib, jamoat bo'lib bir namoz o'qib boqayli deb bir jilg'a kelib namoz o'qiydi. Iroqdan ularning namoz o'qiyotganligini ko'rgan mushriklar ularning qashig'iga berib, ularni masxara qiladi, haqorat qiladi. Ular namoz o'qib bo'lib, ularga raddiya qaytardi. Mushriklar bir narsa deydi, sahobalar bir narsa deb ikki taraf urushib qoladi. Sahobalarning orasidagi 17 yoshlik sahoba Said ibn Abi Waqqas qo'liga tuguning bir so'nkini elib, bir mushrikning kallasiga otadi. U so'ng u mushrikning kallasini yerib o'tib, mushrikning kallasini qon eqishga boshlaydi. Bu islom kelgandan keyin Alloh yo'lida tunji qitim oqqan qon edi. Ya'ni Said ibn Abi Waqqas Alloh yo'lida tunji qon oqqizgan sahobiy hisoblandi. Bu hodisadan keyin mushriklarning sahobalar va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bo'lgan zulmi haddidan texmi oshdi. Said ibn Abi Waqqasning yoshi kichik bo'lsa-mu, mushriklardan kelgan zulmi qilchi tez bukmay, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yenidan ayrilmay, butun jafo mushaqqatlarida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishidan o'rin oladi. Hatto mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga embargo yurgizib, butun Hashim jamiyatining sirtiga chiqishga bo'lmaydi deb o'zining yurtiga, o'zining mahallasiga muhosiraga oladi. Ya'ni o'zining mahallasiga banit ostiga oladi. Shundaqla ular bilan har qanday bir kishining savdo muomala qilishini, xudobaji bo'lishini cheklaydi. Mush qiyinchilik kunlardami Said ibn Abi Waqqas payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishidan ayrilmaydi. Kunlar o'tadi, oylar o'tadi, yillar o'tadi. Qiyinchilik eng yuqori pallaga chiqadi. Ochliq tugab sahobalar kun-kunlab tamoq yemaydi. Ana shu qattiq kunlarning birida Said ibn Abi Waqqas qursqi noit och, yigili bir narsa yo'q menayotganda yo'lda uningga tuguning bir parcha tirisi uchraydi. U tamoq yemagili bir qancha kun bo'lgan edi. Tuguning tirisi uning ko'ziga noit chiroyli ko'rinadi. U tuguning tirisini yerdan elib, pokiz yuvib, tashlan tepasiga qo'yib, kunlariga qaqlab, quritib yeydi. Said ibn Abi Waqqas shu bir parcha tirining qo'tida 3 kun uri turdim deydi. Ya'ni shuni yegandan keyin yana 3 kun tamoq yemedim deydi. O'ylab baqing. Orasida men Allohning payg'ambari degan zot bor. Mushundaq holatda sahobalar ana shunda qiyinchilik kunlarga duchor bo'lgan. Ammo ular, ey Allohning elchisi, sen Allohning payg'ambari bo'lgandan keyin Allohga duo qilmamsa, bizga yordam qilmamsa deb hech qachon iymondan tarvanmagan, iymoniga minnat qilmagan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga behurmat so'zlarda bo'lmagan. Chunki ular dunyoning bir imtihon maydoni ekanligi, shu qiyinchilik kunlarning Allohning ularni sinaydigan bir imtihon ekanligi, shu orqali ularning o'rni qiyomat kuni yuqori bo'lganligini obdan biletdi. Ya'ni sahobalar qiyinchilikni o'zimizning qiyomatdagi o'rni yuqori ko'tarish uchun bir fursat deb qaraydi. Hargiz bizga o'xshash Alloh bizni tashlayaptimi deb qaqshimaydi. Nurg'un kishilar o'zi duchor bo'lgan musibatlar va qiyinchiliklarga qarab iymoni shakllanib qoladi, Allohga isyon qilib qoladi, Alloh bizga nima uchun yordam bermaydigandi deganga o'xshagan turli vasvasalarga tushadi. Esimizda bo'lsin, dunyo Alloh bizga mukofot beradigan joy emas, aytgan iymonimizning savobini beradigan joy emas. Biz aytgan iymonimizning savobini, qilgan yaxshiligimizning mukofotini oxiratda, ya'ni abadiy hayotda olamiz. Bu dunyo ana shunday qiyinchilik bilan imtihon qilinadigan maydon. Buni hargiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Said ibn Abi Waqqasning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bo'lgan sevgisi nihoyat yuqori edi. Doim payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bir ish bo'lib qolarmi deb ansirabli yuratdi. Ya'ni ular payg'ambarimiz Allohning elchisi bo'lgandan keyin Alloh qo'g'dash kerak deb qaramaydi. Allohning elchisini qo'g'dash bizning majburiyatimiz. Allohning elchisi bizga omonat. Agar biz qo'g'damay, biz mas'uliyatimizni ado qilmay, Rasulullohga bir ish bo'lib qolsa, Alloh uning
hisobini bizdan so'raydi deb biletdi. Ya'ni ularning dunyo hayotiga islomga bo'lgan logikasi, mantiqisi nihoyat uyg'un edi. Ammo bizning ko'pinchimizning islomga bo'lgan, Allohga bo'lgan tafakkuri xuddi Bani Isroillarga o'xshaydi. Ya'ni biz Allohga ibodat qilgandan keyin, Allohga iymon etgandan keyin bizni bu dunyoda kofirlardan farqli yashatish kerak. Kofirlar erishmagan imtiyozga erishishimiz kerak. Alloh taolo bizga har qiyinchilikda shu hamon yordam berish kerak degan bu xil tafakkur qilamiz. Amaliyotda bu asla to'g'ri bo'lmagan bir tafakkur. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom agar dunyoning qimmati Allohning nazarida pashining qanatichilik bo'lgan bo'lsa-edi, kofirga dunyoda bir yutum suvi bermaydi deydi. Ya'ni biz cho'ng ko'rayotgan bu dunyo Allohning nazarida hech narsa emas. Bizga nisbatan shunchalik cho'ng ko'rinadi. Kofirlar halovat turmush yashab ketdi. Biz bo'lsak Allohga iymon etgan tursak, nima uchun ular yashagandek yashayolmaymiz deb o'ylab qolamiz. Asli bir musulmon payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jannatning nozik ne'matlarini sifatlaganda ko'z ko'rib boqmagan, insonning qalbiga kechib boqmagan, ya'ni inson tasavvur qilib boqmagan, quloq anglab boqmagan nozik ne'matlar bor degan ekan, uning dunyodagi narsalarga selishtirg'usiz narsalar ekanligi, dunyoning bo'lsa arzimas narsa ekanligini tunib yetish kerak. Bir musulmon buni tunib yetgan vaqtida kofirlar qanchalik boyashat turmushda yashab ketsin, Alloh yo'lida badal to'lamaganlar qanchalik rahat farog'at turmushda yashab ketsin, uni qilcha havas qilmaydi. Chunki Alloh rozi qilib o'lsa, u yashagan turmushda necha 100 ming hassa yuqori turmushga erishadiganligiga ishonadi. Sa'id ibn Abi Waqqas ana shunday kishilarning qatoridan edi. U payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lgan sevgisidan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni qo'g'dashni majburiyat deb bilganlikdan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga kelgandan keyin tuyuqsiz mushriklar odam selib payg'ambarimizni o'ltiryapmisan deb kechida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning atrofini muhofazat qiladi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uyining sirtida qilishning taraqchigan ovozini anglaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nihoyat hushyorlik bilan darhol kim o deydi. Sa'id ibn Abi Waqqas: "Ey Rasululloh, men sen qo'g'dog'lik keldim" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uning bu majburiyat tuyg'usi uchun uningga duo qiladi. Sa'id ibn Abi Waqqas payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom elib borgan jihatlarning hammasiga qatnashadi. Badr urushiga chiqqan vaqtida uning bilan birga 13 yoshli inisi Umayr bilan birga chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom urushga kirishdan ilgari qo'shinning orasini tekshirib, jihad ishtiyoqi bilan qo'shinning orasiga kirib olgan kichik bolalarni tanlab chiqarib o'tdi. Sa'id ibn Abi Waqqasning inisi Umayr kichiklikim chinib qolmasin deb qilichini oksga tutqizib qo'ydi va putini tiklab turib oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sablarni tekshirib kelib, Umayrning qashiga kelib, uni kichikirib chiqarib o'tdi. Umayr payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning peshiga eslib, "Ey Rasululloh, meni bu urushga chiqib qo'ysang" deb yolvorib, yig'lab turib oladi. Aksi Sa'id ibn Abi Waqqas inisidagi jihad ishtiyoqini ko'rib, "Ey Rasululloh, uni men bilan birga chiqib qo'ysang" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'ladi deb unga jihadga chiqishga ruxsat qiladi. Jihad boshlanadi. Sa'id ibn Abi Waqqas bo'lsa oldingi safda nihoyat qahramonlik bilan jihad qiladi. Urush musulmonlarning g'alabasi bilan oxirlashadi. Bu urushda musulmonlar nihoyat zo'r g'animat olib, nihoyat xushal bo'ladi. Lekin Sa'id ibn Abi Waqqas ko'z yosh qilyapti. Chunki uning inisi Umayr ibn Waqqas shahid bo'lgan edi. Sa'id ibn Abi Waqqas inisini qo'liga elib, ko'z yoshlarini tutolmay, "Ey enim, sen mendan keyin iymon etqayding, bu shahodat maqomiga mendan burun yetding" deb ko'z yosh qiladi. Sa'id ibn Abi Waqqas Uhud urushiga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan birga chiqdi. Urush beshida musulmonlarning g'alabasiga qarab yuzlandi. O'qiyachilarning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning buyrug'iga xiloflik qilishi bilan urush musulmonlarning mag'lubiyatiga o'zgaradi. Mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni qo'rshavga olib oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni qo'g'dig'ili faqat 10 nafar sahobalar qoladi. Mushriklar fursatni ching tutib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni o'ldirib o'tish uchun har tarafdan hujum qo'zg'aydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni jon tikib qo'g'dayotgan 10 nafar sahoba bir-birlab shahid bo'lishga boshlaydi. Oxirida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishida faqat Sa'id ibn Abi Waqqas va Talha ibn Ubaydulloh qolib qoladi. Sa'id ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydulloh va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uzildirmay mushriklarga o'q yog'di. Lekin mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va uni qo'g'dayotgan Sa'id ibn Abi Waqqas va Talha ibn Ubaydullohga har tarafdan hujum qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ufti sinib ketadi. Bir mushrik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mo'rasiga nihoyat qattiq qilich uradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ikki qat urush kemi kevag'achqa qilich payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mo'rasini kesmaydi, lekin nihoyat og'ir zaxmlanadi. Buning dardini payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom urushdan keyin necha oy tatidi. Shundaqla qilichning zarbasidan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yuziga qalpoqning halqalari petib ketadi. Ana shundaq jiddiy paytda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qo'lidagi yochaq sunib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qo'ldagi o'q yani Saidga tashlab, "Ey Said, ota-onam sana fido bo'lsin" deydi. Ota-onam sana fido bo'lsin degan bu so'z sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga deydigan so'z edi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom u kundagi Sa'id ibn Abi Waqqasning fidokorligi, qahramonligi va qo'rqmasligini ko'rib, "Ey Said, ota-onam sana fido bo'lsin" degan edi. Bu faqat ig'izlam deydigan so'z emas, bir odamga bo'lgan muhabbat eng yuqori pallaga yetgan vaqtida "Sen uchun ota-onamni fido qila olaman" degan keyingi reallik, haqiqat yushirilgan so'z edi. Payg'ambarning ig'izdan chiqqan vaqtida uning haqiqat ekanligida qilcha shubha yo'q edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom
alayhissalom u kundagi Said ibn Abi Waqqasning fidokorligiga qarab, "Ey Said, Alloh taolo sening atgan o'q yolaringni naq tekkizib bersin" deydi. Shundaqla uning duoisining ijobat bo'lishiga Allohga duo qiladi. Said ibn Abi Waqqas ana shundaq fidokorlik bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot topganiga qadar Rasulullohning yenidan ayrilmaydi va butun fidokorligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'g'dashga va islom yo'liga ataydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning vafotidan keyinmi Hazrat Abu Bakr davrida hamma jihatlarga qatnashib, nihoyat qahramonliklarni ko'rsatdi. Hazrat Umar ibn Xattob davrida Fars imperatorligining nihoyat zo'r qo'shin bilan musulmonlarga qarshi tayyorlik qilayotganligi va musulmonlarni yer yuzini yo'qitimiz deganligi Hazrat Umarga yetib keladi. Hazrat Umar cho'ng sahobalarning hammasini bir yerga to'plab, buning qarta jiddiy kengash ilib boradi. Sahobalar maslahatlashish orqali Fars imperatorligiga qarshi nihoyat zo'r bir qo'shin tashkillash qarorini qiladi va bu qarorga asosan 30 ming kishilik musulmonlar qo'shini tashkillanadi va bu zo'r qo'shinning qo'mondonligiga xalifa Hazrat Umar o'zini bekitdi. Lekin cho'ng sahobalar bunga qo'shilmaydi. Hazrat Umar undaq bo'lsa bu qo'shinga kim qo'mondonlik qiladi deb maslahat soladi. Sahobalarning birlik qarori bilan bu buyuk qo'shinga qo'mondon bo'lishga loyiq kishi Said ibn Abi Waqqas degan qarorni oladi va bu qaror bo'yicha bu 30 ming kishilik qo'shinga Said ibn Abi Waqqas qo'mondon bo'ladi. Said ibn Abi Waqqas bu urush uchun nihoyat puxta taktikalarni tuzib, 30 ming kishilik musulmonlar qo'shinini boshlab, 100 ming kishilik farslar qo'shiniga qarshi urushga kiradi. Bu urush nihoyat shiddatli jang bo'lib, tarixdagi Qadisiya urushi deb ataladi. Bu urush nihoyat shiddat bilan 3 kun davomlashgandan keyin 4-kunisi musulmonlarning g'alabasi bilan oyoqlashadi. Ondan keyin Said ibn Abi Waqqas Fars imperatorligining poytaxtini ozod qilish uchun Dujla daryo bo'yiga keladi. Farslar ularning o'tib olmaslik uchun daryo bo'yidagi kemalarning hammasiga o't qo'yib o'tgan edi. Said ibn Abi Waqqas bir kecha o'ylangandan keyin otliq holda daryodan o'tishni qaror qiladi. Bunga nurg'ulg'an sahobalar qarshi chiqdi. Lekin Said ibn Abi Waqqas ularni qoyil qilib, otliq holda Dujla daryosidan o'tadi. Farslar musulmonlar qo'shinining Dujla daryosidan otliq holda o'tganligini anglab nihoyat hayron qoladi va bular daryodan otliq o'tgan bo'lsa, bular odatdagi insonlar emaskan, bular jinlar o'xshaydi deb shaharni tashlab qochadi. Musulmonlar qo'shini shaharga kirib, farslar qo'shinining qo'mondoni Rustamni tutib uni o'ldirib o'tadi. Qo'mondonning o'ldirilganligini anglagan farslar qo'shini o'zini Dujla daryosiga otadi. Tarixda 30 ming fars qo'shinining Dujla daryosida g'arq bo'lib o'lganligi naql qilinadi. Shunda qilib islomni yer yuzidan yo'qotmoqchi bo'lgan Fars imperatorligi Said ibn Abi Waqqasning qo'mondonligi ostida yemirib tashlandi. Keyin Hazrat Umar Said ibn Abi Waqqasni Iroqqa vali qiladi. Shundaqla Hazrat Umar o'zining keyingi xalifani saylaydigan 6 kishilik kengash a'zoligining biriga Said ibn Abi Waqqasni saylaydi. Shundaqla mendan keyin Said ibn Abi Waqqas xalifa bo'lsin. Agar u xalifalikka saylanmasa, boshqa bir odam xalifa bo'lgan taqdirdami Said ibn Abi Waqqasni yordam so'rasin deb Said ibn Abi Waqqasning o'rnining muhim ekanligini ta'kidlaydi. Said ibn Abi Waqqas payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotida bo'lsin va uningdan keyingi xalifalarning davrida bo'lsin, hayotini turli islom xizmatlari bilan to'ldiradi. U bizga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan bugun qadar yetib kelgan 300 necha hadisni naql qilgan. Said ibn Abi Waqqas payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot topgandan keyin 45 yil umri ko'rgan bo'lib, Hijriyaning 55-yili 80 yoshida ajal yaqinlashib sakratga tushadi. U sakratga tushgan vaqtida ballarga Badr urushida kelgan kiyimni olib chiqinglar. Meni shuning bilan kepallanglar. Men u qon kiyimimni mushkunga saqlagan edim. Men Alloh taolaga shu kiyim bilan uchrashishni orzu qilaman deb shu kiyimni keltirdi va u kiyimni kiyib, shu kiyimni kiygan holatida Madinadagi uyida jon uzdi. Hayotini ana shunday ulug' xizmatlar bilan o'tkazgan bo'lsa-mu, Alloh taolaning oldida shu darajada kamtar ediki, Alloh yo'lida ko'rsatgan fidokorligi va Alloh yo'lida to'kkan qoni bilan nihoyat kamtar holda Allohga uchrashishni orzu qildi. Shunda qilib Said ibn Abi Waqqas bu dunyodagi imtihonni nihoyat go'zal oxirlashtirib, ruhini Allohga topshirdi. Uning namozini Marwan ibn Hakam tushirdi va uni Jannatul Baqi qabristonligiga dafn qildi. Said ibn Abi Waqqas Jannatul Baqi qabristonligiga dafn qilingan eng oxirgi muhojir sahobiy hisoblandi. Alloh taolo Said ibn Abi Waqqasdan rozi bo'lsin. Alloh taolo bizga Said ibn Abi Waqqasga o'xshash iymon, Said ibn Abi Waqqasga o'xshash qo'rqmaslik, Said ibn Abi Waqqasga o'xshash fidokorlik ato qilsin. Alloh taolo bizni uning izida besib olishni nasib qilsin. Sahabiler izledin, çaknigan izzat nuri, ötkeni sıkın idin, hak İslam'ın tülhuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen akseli, Hamza Halid Musab'tek, şir yürek uğlanları.